Cobalt mashinasini har doimgidek chur qiladigan kasal bor, bilasizlar jigarlar. Mana usta akamiz xudo xolasa boshladi. Churlashga qarshi kurashyaptilar. Mana akalarimiz idealni qilib beryaptilar. Yana orqachaslari ham bor-ku, bilasizlar. To'qir qilib mana ursalaring to'qirlab qoladi, bilasizlarmi? Shunisiga ham boshqa yengi qo'yib yubordik jigarlar. Orqachasi ham ado bo'lgan ekan, oldichasi ham qo'yib beramiz. Qiladi zavod qilib turganda, bilasizlarmi? Uyda o'tirib pultda zavod qilasizlar-ku, o'sha paytda chir qiladi. Xudo xolasa hammasini yo'qotib idealni qilib beramiz. iPhone'ga faqat ama iskara sachrab kamerasini kuydirib qo'ymasa bo'ldi, jigarchalar. Вообще ideal chiqyapti, zavod chiqyapti lekin. Bitta akalarimiz yozyaptilar. Buni zavod qilgan holini ham qo'ying debdi. Xudo xolasa zavod ham qilamiz. O'sha jarayonni ham qo'yaveramiz akalar. Mana shu xizmatimiz o'zi kelishtirib qilib beramiz. Aytilgan yuqorida ta'kidlab o'tganman. Endi hozir ozgina boshqacha savdo bo'lyapti, chunki orqachasi ham qo'yib beramiz akalar mana. Orqachasi ham boshqa savdo bo'lyapti-da akalar mana. Polni zubori boshqa qo'yildi. Mana. Ovoz vashi boshqacha bo'lyapti. O'zlariniki ona yerda yotibdi. Taraqlab ketgan. Ona o'ziniki yerda yotibdi. Mana. Ash go'zal chiqyapti, go'zal. Kevrasizlar jigarlar, mana shunaqa glushitelning ovozini pasaytirish xizmati kerak bo'lsa, Avtomedikka murojaat qilasizlar. Bu videoni glushterni chur qilib yurgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska ham bosib qo'yasizlar.